Voy, hoji aka. Nuraisda dahshat kelib qoldi. 2018-yilgi 95% родной akrasda. Orqa bagajida vtorichka akras bor. O'zim tekshirib, ko'rib, proverka qilib olganman dedi. Nuraislarning ichida bu boshqachasi. Chunki boshqachaligini aytib o'taman. Bunday full navrotda bitta ikkita narsasi kam bo'lib qoladi. Panorama 360 yo'q. Akam $13.900 ga 2 gaz 2018 95% родной akras. Egasini aytiminda. O'zini zavodskoy asha полный full navrotda diskasi, zimniy 4 ta ballonlari bor. Tonirovkani bermasa kerak. Xo'p, navrotiga aytib o'tamiz. Nikelivый ruchka, бесключевой bor. Qarang. Деревянный аквапринт, память сидения, электрический, bu ne taksi. Aytib o'taman. Обшивкалari, sostenalari zo'r, плавающий сидения, накидкали чехол, qora kojinli salonda kojalari, sostenalari o'ta zo'r. Ручной электрический avto hold, parkovka rejim, kamera rejim va monitorlar bor. Monitorlarda bo'lni YouTube'dan o'qing. YouTube qo'yibdi, rusifikatsiya qilinganmi? Abduf podогрев сидения, беспроводной зарядник, 177 ming, родной пробег, multirol, деревянный аквапринтlarda va mashina eng navrotchinlaridan biri haligi. Bitta ikkita narsa kam bo'lsa ham, lekin полный navr. 177 ming родной пробегda 2018 2 gaz. Ne taksi. Mana o'sha kapotida kraska bor deb aytdi. Nikelivый ruchkani ko'rdingiz. Endi ichki salonlar. Orqa podогрев bor. Orqa koja holatlari, sostenalari o'ta go'zal va akvaprintlarida ham yo'llari qaralgan. Endi mana bunday LED stoplariga voy shak. Jigar. Narxini kelishib o'ramiz. Mana shu kapotda kraska dedi. Orqa bagaj demoqchiman. $13.900. Egasining nomeri ekran pastda. Shoshiling. Mashinani 2 gazda olib qo'ying.